Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalık xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Nangul Chehra. Oldingi haftadan buyon Uyg'ur elining janubiy va shimolidagi ko'p qism joylarning kalkun va qumbo'ronlik havo rayining ta'siriga uchraganligi xabar qilingan edi. Bo'libmi Uyg'ur elining janubidagi bir qancha viloyatda ko'rilgan qumbo'ronlik havo rayi bir qancha kun davomlashib aholilarning normal turmushi va egiligiga og'ir ta'sir paydo qilgan. Havo rayida og'ir normalsizlik ko'rilayotgan bu mezgilda xotin doiralarining yerlik dehqonlarni daraxt kesishga uyushtirishi kuchli inkas paydo qilgan. Qarqash nahiyasidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur dehqonlari yerlik doiralarining uzun yillik koni daraxtlarni majburiy kestirayotganligidan shikoyat qildi. Yaqinda Gansu o'lkalik ma'rif nazorati jiddiy uqtirish chiqarib, o'lka tavasidagi boshlang'ich o'tir maktablar va universitetlarda diniy faoliyat olib berishni qattiq cheklagan. Uqtirishda yana har darajalik ma'rif tarmoqlaridan maktab o'rinlarida diniy faoliyatlarni qat'iy ve üzül-kesil çeklash talab qilingan. Mazkur uqtirish Xitoydagi Tungan musulmonlari orasida kuchli inkas paydo qilgan. Kuzatuvchilar Xitoy hukumatining navbatda Uyg'urlardan boshqa Tunganlarga diniy e'tiqod jihatdan cheklama qo'yishga boshlaganligini ta'kidlamoqda. Xitoyning diniy erkinligini ta'qib qilishi tufayli chet ellarga hijrat qilishga majbur bo'lgan bir qism Tungan diniy ziyolilari Kunming vaqasidan keyin Xitoy o'lkalaridagi Uyg'urlarning milliy kimligi va diniy e'tiqodiy sababidan qattiq bostirishga uchraganligini bildirdi. Egallanishicha, Xitoy Markaziy komiteti siyosiy qonun komiteti o'tgan hafta uqtirish chiqarib, Xitoy jamoat xavfsizligi sohasidagilarni Boy vaqasida o'lgan soqchi boshlig'i Mehmetjon To'xtiniyozdan o'rganishga chaqirgan. Mehmetjon To'xtiniyoz asli Aqsu viloyatlik soqchi idorasining muavin boshlig'i bo'lib, o'tgan yil 18-sentabr kuni Boy hujumchilari tomonidan o'ldirilgan. Bultur yil oxiri Uyg'ur avtonom rayoni doiralari uningga inqilobiy qurbon deb nom bergan edi. Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi 1-aprel kuni uningga mamlakatlik 1-darajali qahramon deb nom bergan. Kuzatuvchilar Boy vaqasida jinidan ayrilgan 2 oy o'tkicha Xitoy taratqularida hech qanday xabar berilmagan soqchi boshlig'i Mehmetjon To'xtiniyozning oradan 8 oy o'tganda qahramon deb tashviq qilinishi Xitoyning Uyg'ur elidagi siyosiy tashviqot o'yinining bir qismi deb qaramoqda. Abduali Ayub Xitoyning mavjud sistemasi ichida Uyg'ur xususiy ma'rif uchun yo'l ochishga bel bog'lagan va bu jarayonda og'ir badal to'lagan Uyg'ur ziyolilarining biri. U 2011-yili Amerikadagi o'qishini tamomlagandan keyin qalbiga buyuk arzu-armonlarni tukib vatanga qaytadi. Shundaqla krizis ichida turayotgan Uyg'ur milliy ma'rifi uchun yangi yo'l ochmoqchi bo'ladi. Halbuki uning bir qancha yillik dadil izlanishlari va urinishlari doirlarning ta'qib qilishi, oxirida tutqun qilishi bilan to'siladi. Növbətdə Türkiyədə yaşayotgan Abduali Ayub radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'zining vatanga qaytgandan keyingi kechirmishlari va duch kelgan riyozatlari haqida uchur berdi. Uyg'ur elida 1990-yillarning oxirlaridan boshlab yo'lga qo'yilgan atalmış qo'sh tillik ma'rifning amaliyotda Xitoy tilini asos qilgan yakki tillik ma'rif ekanligi butun dunyo jamoatchiligiga bilingan edi. Uyg'ur jamoatchiligi bo'libmi muhojiratga Uyg'ur ziyolilari atalmış qo'sh tillik ma'rifning natijasidan qattiq andish qilayotgan bir mezgilda Uyg'ur eliga qo'shna Qozog'istonda yo'lga qo'yilgan ko'p tillik ma'rif islohoti kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston ma'rifi ko'p tillik o'qitishga yuzlangan bo'lib, davlat tili bo'lgan qozoq tilidan boshqa rus, ingliz va boshqa yerlik millatlarning tilidagi ma'rifga zo'r ahamiyat bermoqda ekan. Qozog'istondagi Uyg'ur mutaxassislar bu haqda fikr bayon qilib, Qozog'istondagi ko'p tillik ma'rifning Uyg'ur elidagi atalmış qo'sh tillik ma'rif bilan ro'shan selishtirma hosil qilganligini bildirdi. Buningdan 17 yil burun Xitoy hukumat taratqullari inqilobiy qurbon deb nom berilgan Uyg'ur saqchi Murat Rustamning ayni chaqda gumondor Shuhrat Mahmudning o'qida o'lganligini ilgari surgan edi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur voqea 1999-yili fevralda Ürümchining Buloqbeshi rayonida saqchilar bilan atalmış terror gumondorlari orasidagi qurolli to'qinishda yuz bergan.
Radiomuzning yaqinqi aniqlashlari davomida mazkur voqeadan xabardor 2 nafar sobiq saqchi inqilobiy qurbon deb nom berilgan Murat Rustamning ayni chog'da gumondorlarning qo'lida emas, balki saqchilarning o'qida o'lganligini oshkor qildi. Muhterem televizyon köykçüler yukarıda Erkin Asya Radyosu Tor Televiziyasının haftalık haberler programmasını koydunlar. Kelar hafta görüşeyle. Hayır hoş. Hayır hoş.